Assalamu alaikum mes qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ovozim anglatgan bo'lsa, inkas qaytarib aytsanglar. Bugungi mazmun nima degan vaqtda 2026 ya'ni keldigan 10 yil deyli hamda asosan 2035 ga vaqtini. Men 2025 dan 2035 gacha deb yozib qo'ydim endi. Mush mazmunni so'zlaymiz. Asosligi buningda nim mazmunlar degan vaqtda 2025-yili o'tib ketdi. Endi bir oy qoldi, bir oydan az vaqt qoldi. Endi shu vaqtda 2026 va undan keyingi vaqtlarda shu vaqtda istiqbolli kasblar. Meniki hozirgi o'zim izlanayotgan yuqori fen texnik munosabatliklarni nim qildim. Bunda ximiya va biologiya va yoki fizika, matematika degandek sohalar yo'q. Meningida faqat shu yuqori fen texnika, ya'ni bo'libmi asosli so'zlaydiganimiz shu sun'iy aql, kvantum fizikasi va big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot munosabatlik. Hem joyda şuna bir 15 tek temini so'zlayman. Yani kesiplerini. Asli 20 idi, men buni qisqartdim. Nima qilgan yoqda quantumning biroz jiqroqchi, quantum telecooperation bor, quantum cyber security bor, quantum radar sistemi bor degandek-chi. Quantum ML bor degandek. Hozir men faqat quantum ML ni oldim. Qolganlar joyda asoslan quantumni izlanib baqqanlar biladi-chi. Shuni quantum izlanganlar ashuni izlanasi bo'ldi deb qaradim. Shuna qisqartib berib o'tdim. Başlayalım. Belki başka xil deyiş mümkün. Ama çoğu vaqtda asaslık muşu men sözlügen mezmunlardan içiga alıdı. Bu çünkü bu her qaysi universitetler veya komisa ekonomist degan jurnal nimalar var. Jurnallar. Aşlar onun kendi vaqtda dağlı xalqaro xabar kanalları. Neyinde hammasi muşuna temlar bo'lganlik uchun 2016dan 2026 va 2035 gacha asli 2025dan 2035 gacha 10 yillik bo'lgan kasblar bular. Musha istiqbolli kasblar deb ilingan. Shuning uchun vaqtda men shundan foydalanib oldim degan. Endi birinchi vaqtda bilasizlar artificial intelligence engineer. Ya'ni sun'iy aql injeneri. Degan gap. Endi bu yerda men nimishqa qandaq degandan savol qo'yib qo'ydim. Men bir nima o'rgangan vaqtimda davomli deb kelayotgan nima bu? Nimaga ishlatamiz buni? Ma'nim foydasi bor. Ya'ni qandaq ishlatamiz? Mush savol joyda men o'zimga davomli ishlatib kelayotgan savollar ham joyda mushni qanoatlansa men o'rganaman degan. Bu masalada o'zimdan shunaqa boshqa narsa o'rganaman degan. Shuni sizlarga mush savolni so'rab turishinglarni o'zingizdan tavsiya qilaman. Birinchi vaqtda artificial intelligent engineer, ya'ni sun'iy aql injeneri. Buning joyida asosligi cho'ng til modellarini laylash, uning joyida har xil modellarni qurib chiqish degandek. Uning joyida maslahatlarni yetkazish degandek. Yani bu joyda hozirgi o'sha AI modellarini tuzish ixtiyori, ehtiyoji joyida bag'asir kengayib bor degan. Shuning joyida agar mushni o'rgansangiz joyida, ya'ni maxsus sun'iy aql injeneri saat o'rgansangiz joyda bularni nimalarni o'rganganligingiz, masalan Python o'rganasiz, PyTorch, TensorFlow o'rganasiz, MLOps o'rganasiz, model development o'rganasiz degandek. Endi bularni joyda o'rganish uchun qanday narsalarni ishlataman, qanday bir program tillarini bilmaganingda bu yerda deganimizdek Python, PyTorch, TensorFlow, MLOps, and Docker degandek. Uning joyda bular nimaga foydasi bor? Masalan chatbot qo'shish paranchi, uning joyda AI copilot system Copilot system dedik buni. Shularni qurishga texnimi bunda qurimida ChatGPT ga o'xshash narsani qurishda qo'llanasiz degan. Endi ikkinchi vaqtda ikkinchi vaqtda mashina o'rganish. Men bu mashina o'rganishni xilli bo'ldi qilib kelayotgan 2 yildan oshdi. O'rganiga vaqtim hisob qilgan 2 yilga ketdi. Amaliy ishlatgan vaqtimga vaqtda 1,5 yildan eshib qoldi degan. Hem joyda bu mashina o'rganish buning sohalari ko'p bilsa mashina o'rganish degan vaqtda supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning degan bir turlari bor degan gap. Endi buni semi unsupervised degandek narsalar bor.
Hem çoğalta bulan öğrengendiğe yani neymiş kılır diye bayatın kız artificial intelligence. Okşaş sünniye kılır. ChatGPT'ye okşaş. Onun kendi Grok okşaş degendek. Onun kendi çoğalta resimle aylışkan sünniye kılır okşaş. Açlarını çoğalta sizinki hakiki içi kirip lay dep çıkarlaysız denge. Bu çoğalta maşinlarının məxsus açlarını ügüdüdü ve məxsus açlarını model tüzülgan kes saha denge. Şunun çoğalta kuantum mashina o'rnashlamdi yoki bo'lmasa oddiy klassik mashina o'rnashlamdi degan narsa hammasida shu sun'iy aql yasamoqchi bo'lsangiz uyoqdan mashina o'rnashdan qochib qutulolmaysiz degan shunga bularni o'rganishingiz kerak degan agar keyingi davrda bundan keyingi 10 yilda men o'zimdan neni tepib yeyishim kerak deb o'ylasangiz bularni cho'qim bilmasangiz bo'lmaydi degan cho'qim topolmasangiz non tepib yerishingiz mumkin har xil kasblar va navachilikni aqida ya'ni 10 yil 20 yil etib qilish mumkin bo'lmas texnik ularni robotlar qilib ketamadi texnik u darajaga bordim pul tap u darajaga pul kelishtirib olmaydi balkim texnik unda ish yo'q deyish mumkin ammo o'zingizning qimmatini o'zingizning bir kishilik o'rin topmayman desangiz cho'qim mushtahalarda birsida bo'lsin o'rganib chiqishingiz kerak degan yani bularni o'rgangan vaqt nima o'rganaman degan bo'ldi hamda masalan hozirgi har xil hamma shirkatlar joyda o'zining modelini qurishni tashabbus qiladi degan ham shuni urinadi degan bu nima deyapsiz har qanday bir shirkat mashina o'rnashni o'zining shirkatiga ekirdi degan chunki o'zining shirk bundan keyin shirk taraqqiyotlar oshna bo'ldi degan ana buni mashina o'rganish uchun nima kerak desa odatda matematikani ko'p qo'llanasiz degan masalan maxsus model qurman yoki bo'lmasa maxsus til tarbiyalash modelini yoki qanday bir modelni qurishni qilaman boshqa nimalarni qilmayman desangiz yo'qda bularga eng yaxshi bilmasangiz bo'lmaydigan narsa yo'qda statistika bilmasangiz bo'lmaydi degan uni keyin siziqliq algebra ya'ni uning ichidagi siziqliq algebrani cho'qim bilmasangiz bo'lmaydi degan albatta kodni bilmasangiz bo'lmaydi degan Ancak bunlarda maharet ve kurallar diye yapacakta scikit-learn öğrenişiniz, Jupyter Notebook öğrenişiniz, NumPy öğrenişiniz, Pandas öğrenişiniz, Matplotlib öğrenişiniz deyendik. Albatta Python bayar, Python'ın başta artificial intelligence ağandaki meyedik anladık deyen. Bizim dersimiz baştan 9 yıl başlanan kuantum machine öğrenişte. Eğer ders hazır NumPy, Pandas sözlerimiz ülgürsüz deyen. Bugün yetişme alaysız. Çünkü ders hemen terslik materyallar ve nesne to'liq ta'minlab berilgan. Bu musulakda kelarga o'rgansangiz, kelarga 4-chi oyda yana bizning yangi darsimiz boshlanadi inshaalloh. Shu vaqtda qatnashib o'rgansangiz bo'ldi degan. 3-chi so'roqda tabiiy til bartaraf qilish. Bu so'roqda masalan o'ylayman ko'rgan anglab bo'lishi mumkin Google'ninki, Meta'ninki degandek. Bular joyda cho'ng til bartaraf qilish modellar deymiz. Hamda large language model. Yani bu joyda NLP ne qo'ydi? Endi bu demakda neural language processing deb. Ya'ni tabiiy til bartaraf qilish. Xuddi odamga o'xshash demak, odamlik o'xshaydigan shaklda model yasab, ashni bartaraf qilish degan. Bu texnikcha yiqilish bo'lmaydi. Hozir ishlab chiqilgan large language modellarning hammasi bu uning yiqilishyapti ammo haqiqiy tabiiy til bartaraf qilish degan narsa texnik yetib olmadi endi. Shuning uchun bunda fursatlar yana ko'p deyinga bizga. Bu nim qildi degan vaqtda masalan bizniki bog'i tekstlarni ovozga aylantirish, ovozdan tekstga aylantirish, uning keyin rasmlarni ashundan nimalarni chiqarib berish, videodan tekst hosil qilish, videoning ovozini deb o'ylash degandek. Ya'ni mushlarni qiladigan asosliq bunda large language model, ya'ni bu anigan NLP deganlar nimalar deyapti? O'sha tekst va ovozda ko'p qo'llandi. Buni o'rganishingiz uchun joyda odat o'zingiz yozsangiz bo'ladi. Bo'lmasa joyda o'zingiz yozmasangiz siz nimani ishlaysangiz bo'ladi? Tokenization ishlaysangiz bo'ladi, ya'ni tokenlarni ishlaysangiz bo'ladi degan. Masalan, set o'libchi. Ana ishlaysangiz bo'ladi, API ishlaysangiz bo'ladi degan. O'zingizgina aytsangiz chiqadi degan. Agar shirkatingiz bo'lsa. Agar joyda men o'zim cho'qim yasab chiqishim kerak desangiz, yasaysiz, ammo biroz ish chiqadi. Tabiiy sun'iy aql masalan ChatGPT va Groklar qaragan vaqtda managa jiqroq mablag' ketadi, jiqroq energiya ketadi, jiqroq odam kuchi va bilim ketadi degan. Large language model NLP deganlarga. Shunga bularni o'rganman degan odatda NLTK, uni kendida space spy deb
Andan Hugging Face deydigan narsa var. Ma Hugging Face degan joyda odatda tekstlarni ovozga aylantirish, ovozdan tekstga aylantirishda ko'p qo'llanadi. Masalan, bizning kichik proyektlar hozir ishlayotgan oshnalimi biz ishlatamiz buni. Unikin ChatGPT'nikini break degandek o'shtani bir ta qilishda misollar boshlaydi. Boshqacha deyapti, bularninki endi yiltizi nima deyapti? Data, ya'ni sonliq ma'lumot degan gap. So'ng sonliq ma'lumotni bilmasangiz bo'lmaydi degan. Buning uchun deyapti, sonliq ma'lumot ilmini bilishingiz kerak. Ya'ni data scientist bo'lish, ashni nima asada bilimingiz bo'lish kerak degan gap. Sizning bilimingiz bo'lmasa, ashni tayyorlab turgan odamlarningki bilim bo'lish kerak degan gap. Chunki sonliq ma'lumot tayyorlaysiz degan gap. Buning uchun deyapti, eng boshdan muvofiq holatda bir model qurib ash bo'yicha sonliq ma'lumotni yig'amagan vaqtingiz joyda u sonliq ma'lumotingizni ham sonliq ma'lumotingizni pishiqlab ishlashga nurg'un energiya, nurg'un pulingiz ketadi degan gap. Shuning uchun joyda eng boshda siz yaxshi bir modelni qurib olgandan keyin sonliq ma'lumot yig'ishning modelini uni joyda keyin pishiqlab ishlashdan saqlanib qolasiz degan gap. Ya'ni iqtisod va energiya tejlab qoladi degan gap. Shuning uchun joyda hozirgi shirkatlar joyda eng yig'ayotgan narsa joyda sonliq ma'lumot yig'ishga bekrak e'tibor beradi degan gap. Masalan, men demsam baxshan izdirib baqqanlar bildi. Hozirgi eng chong shirkatlar nima ish qiladi birinchi bo'lib eng chong sonliq ma'lumot markazlarini quradi degan gap. Bu mujoyda har qanday bir narsani sun'iy aql bo'laman deydi, sun'iy aql qilaman degan odam cho'qim sonliq ma'lumotdan qutulmaydi degan. Sonliq ma'lumotni bo'lmaydi degan gap. Nima ish qilmoq vaqtgacha taraqqiyot hozirga endi taraqqiyot ketdi, sun'iy aql bir 10 yilda taraqqiyot shunday bo'lib ketdi-ku. Balki 10 yil bo'lgandi. Bunaqami chiqib bo'lgan endi. Endi bundan o'rganish uchun nima qilasiz degan vaqtda sonliq ma'lumot o'rganish uchun joyda ya'ni degandek statistikani bilishingiz kerak. Undan keyin joyda datalarni ko'rinmaslik qilishni bilishingiz kerak. Undan keyin joyda boshqa joyda SQL yoki Postgres'ni bilishingiz kerak. Undan keyin Tableau deydi. Undan keyin joyda R program bo'lsin bo'ldi, Excel bo'lsin bo'ldi, yoki Python program bo'lsin bo'ldi. Undan keyin joyda scikit-learn bayat deb bo'ldik, Power BI deganlar. Bularni bilishingiz kerak degan gap. Misolida bir non tep yemaydi demoqchi bo'lsangiz, mushlarni cho'qim bilishingiz kerak degan gap. Undan keyin joyda data engineering deyilgan bir kasb. Bu joyda sonliq ma'lumot injeneri. Ya'ni bu nima ish qiladi degan vaqtda, masalan, o'lchamli sonliq ma'lumot idoralari bor. Ashta joyda maxsus sonliq ma'lumotlarni retlaydi degan gap. Ya'ni bu sonliq ma'lumotingizningki bexatarlikni har qaysi jihatlarni o'ylashingiz kerak degan gap. Shuning uchun vaqtda bularni sonliq ma'lumot injener bo'lish uchun joyda yaxshi bir modellarni qura olishingiz kerak. Undan keyin joyda qanday sonliq ma'lumotni yig'ishni, qaysi holatda yig'ishni, qanday yig'ishni bilishingiz kerak degan gap. Bo'lmasa joyda nurg'un sonliq ma'lumotni yig'ib olib, uni joyda keyin keraksiz sonliq ma'lumot bo'lib qolsa, albatta sonliq ma'lumot keraksiz bo'lmaydi, ammo siz ishlatmaydigan sonliq ma'lumot bo'lib qolsa joyda yana ziyonli bo'lgan. Undan keyin joyda bunga masalan Kafka deydigan, Airflow deydigan, Spark deydigan, SQL bilan Doc Storage deydigan narsalar bor. Bularni bilishingiz kerak degan data ma'lumot injini bo'lishma, sonliq ma'lumot injini bo'lmaydi desangiz joyda mushlarni bilishingiz kerak degan gap. Bularni o'tib ketsa bir g'ayrat qilsangiz bir oy, sen kunlik 8 soat o'ynarsiz. Bu joyda 2-3 oy, o'tib ketsa 6 oyda bir taraf qila olasiz degan gap. Undan keyin joyda big data specialist deymiz, endi cho'ng sonliq ma'lumot mutaxassisi. Bu joyda bundan keyingi taraqqiyotninki endi anisi deymiz, qanday? Asosi deymiz, endi har qanday bir narsaning endi bundan keyingi taraqqiyot. Chunki hamma narsa sonliq ma'lumot shaklida saqlanadigan gap bundan keyin. Sen bizningki tilimiz ulamdi, yoziqimiz ulamdi, kitobda tarix materiallar ulamdi, madaniyat ulamdi, hammasi joyda sonliq holatga ekiladi, kilid degan gap bundan keyin. Agar biz keltirmasak, o'zimiz keltirmasak joyda yo'qoladi degan gap. Bu yo'qoldigan mangulik degan gap. Agar digitalization, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot holatda saqlansak joyda bizningki yo'qolmaydi degan gap. Buning uchun joyda o'zingiz sonliq ma'lumotlarni har xil sonliq ma'lumotlarni hisoblashni bilishingiz kerak, uni keyin joyda moslashtirishni bilishingiz kerak degan gap. Ana keyin joyda bularni o'rganish uchun joyda odatda maxsus o'rganish uchun maxsus softwarelar va yumshoq detallar bor. Bularni bilsangiz bo'ladi. Hadoop bor, Spark bor, Cluster bor degandek. Strong va anikin toning bor degandek. Anikin boshqalarim bor, Zookeeper deyiladi.
Bularni men demedim. Şunu yani üzerine izni basan bo'lgan. Bu kasbning joyda sun'iy aql yo'qolmoqchi, bu kasb yo'qolmaydi. Cho'ng sonliq mutaxassis degan. Cho'ng sonliq ilmi bo'ladi. Şuna bununda şu bozorlik kasb. Endi bulut texnikasi. Bulut texnikasi joyda bundaki texnika taraqqi qiladi deb qaraymiz hamda. Nima ish qilyapti? Hammadan o'ziniki bulutninki asosda o'zining bulut nimasini ishlaydi. Hozir ishlaydi hamda telefonlarda. Ammo joyda bag'ansi texnika ko'p ishlaydi. Nima ish qilyapti? Sonliq millatning sig'imi ko'payib degan. Hamma narsani digitalga kelgandan joyda sizniki saqlagan narsangiz ko'p bo'ldi degan. Buni joyda ham tez ham har vaqt ishlatadigan bu ekilishingiz uchun joyda sizda nima bo'lish kerak? Bulut sistemasi bo'lish kerak degan. Bulutga bağlanarsanız kerak degan. Shuning joyda bulut arxitektura. Ya'ni bu joyda sizniki bunday agar yo'linishingizni belgilab qolsangiz joyda mush kasbmi o'zingizning bir kishilik asini, bir kishilik o'rnini topa olasiz degan. Yani bunun mesela AWS pek dağınık olan AWS. Hoş o. Onun kendi joyda Google Cloud'un ba, Aruz'un ba, onun kendi GCP'nin ba degendek. Ha bu mesela Xitoydagi Alibaba'nınki ba Cloud degendek. Ashlan ba degendek. Tencent'nin ba degendek. Hozirgi cho'ng shirkatlar o'zining cloud sistemasini qurdi degan. Cho'ng davlatlar va kichik davlatlar o'zining cloud sistemasini quradi degan. Ham joyda bizim o'zimizning cloud sistemasini qura olsak texnik yaxshi degan. Quramiz joyda boshqalarnikini elib ishlatamiz degan. Endi tor bexatar cyber security mutaxassisi deymiz. Endi tor bexatarlik mutaxassisi. Bu mujoyda bundaki texdimi bozorlik kasblarning biri bo'ldi deb yo'qolmaydi bu kasb mutaxassis. Chunki hamma narsa digitallashib ketgandan keyin uning bexatarligi texdimi qo'g'dashimiz zarur bo'ldi deb. Chunki internet hammadan internetga bog'lanadigan bo'lgandan keyin uni sizniki buruncha vaqtda ancha qadam bog'lanmaydi. Hammadan bog'lanadigandan keyin onunki sizga keladigan xatarlarning bag'asi ko'payib ketadi. Shuncha vaqtda hujum va ziyon xavfsizlik choralarini bayqash. Uniki salaqman bular salaqman sistemamizning joyda bexatarlikniki haqiqiy ta'minot joyda cyber security bo'lgan. Endi buni o'rganishning joyda mayadiki buni men o'rganib boqmadim. Shunga bu to'g'riliq narsani uqmayman agar o'zim izni basamda. Ama cyber security yani 10 yıl, hiç olmazsa 15 yıl, 20 yıl atrafında hiç özünün bazar kıymetini yo'qotmaydi. Elbette bunun düşmanı olan kuantum şifrlashtirish, yani kuantum security, cyber security, kriptografi kelyapti. Onun taraqqiyoti texi bor, shu 10 yilgacha ensirimsak bo'lgan. Onun kendi joyda tor bexatarlik, yani tor arxitekturdan qanday, yani 6G network architect endi. Endi bu joyda hozir 5.15 ni ishlatadi. Ba'zi yerlar masalan Yaponiyada 5 ni umumiylik o'tiriq yo'l qo'yib bo'ldi. Yo'l qo'yib bo'ldi, ishlatasiz degan. Siz ishlatasiz degan Yaponiya bo'lsangiz. Ham joyda 6G texnikasi joyda balkim buniki tadqiqot nimasini Xitoyga asoslagan. Harbiy sohalarda ishlatishga başladı o deyman bu sanaq bosqichda. Ammo 5.15 o xeyli bo'ldi ishlatilayotgan uni. Ammo o amoq ishlatilmadi texnika. Ba'zi joylarda texni 5G ishlatilmagan joylarda nurg'un edi. Taraqqi qilgan joylarda ishlatiladi. Endi bu soat joyda 6G texnikasini taraqqi qildirish va uni joyda musada bir xizmat deb qilay desangiz joyda sizning musada bir kishilik o'rningizni topa olasiz degan. Ham joyda internet of things degan emas. O'nsini internet of things degan lot, ya'ni IoT deymiz. Lot deb o'qiydi endi IoT degan va internet of things degan qisqartirmasi IoT. IoT taraqqi açıqçılar, yani taraqqiychilar, endi qanday taraqqiy qildiruvchilar. Bu mujoyda yoqda texnik bu mu o'zining bozor qiymatini yo'qotmaydi texi. Balkim ba'zi sohalarda yo'qolib ketishi mumkin. Xiris ekildi, ammo joyda bu kasb yo'qolmaydi degan. Shuning joyda agar mush kasbni qilayotgan bo'lsangiz joyda o'zingizningki iqtidorini texmi yaxshi o'stirishingiz kerak degan. Bu mush joyda shalnab qolasiz degan. Chunki hozir sun'iy aqllar qiladigan narsani
Siz qilib to'xtab qolsangiz o yoqda siz sanib ketasiz degan gap. Shuning uchun o yoqda siz ne qilolmaydigan hozir texa uni qilg'idek darajada bulanmagan, yetib bulanmagan narsani o yoqda siz o'ylab ashnaga aldiga o'tishingiz kerak degan gap. U vaqt o yoqda siz o'zingizning o'rnini yo'qotib qo'ymaysiz degan gap. Bo'lmasa o yoqda shalinib ketasiz degan gap. Shuning uchun o yoqda ba'zilar bu IoT developerlarni shalinib ketish mumkin. O AI bo'lgandan keyin unda kodni o'zingiz yetib bordi, unda qilib bor, bunda qilib bor dedi. Unda asos yo'q, texa. IoT'ning yana eng bo'lma deganda 10 yillik umri bor degan gap. Ya'ni o'ziningki guldek vaqtini yana yetkazdi degan gap. Chunki har qanday bir narsa to'g'ri chetilish ehtimollik bor degan gap. Hozir bag'imiz kompyuter, to'nglatqilar, kiralg'lar, undan mikro issiqlar, undan joyda elektrik supurgilar degandek. Mushlar hammasi internet qo'llanadi-ku. Ana shu yoqda bunday joyda texnikami ko'p narsalar internet olindi degan gap. Masalan, uyingizdan tortib internet olindi degan gapda. Uyingizdan qarasangiz ma'noda hamma narsa bormi? Internet qo'llangan hamma narsa bor degan gap. Hatto sizningki velosipedingizdan tortib degan gap. O'zingizningki uyingizdan har bir ishkidan tortib degan gap. Bu joyda texnikami ko'p taraqqat nimasi ehtimolli bor ham uningda ish o'rni bor degan gap, xizmat o'rni bor degan gap. Texnik yo'qotib qo'ymaydi degan gap. Shunga IoT developerlar ya'ni o'ziniki taraqqi qildirish kerak. To'xtab qolsa bo'lmaydi, to'xtab qolsa yana shunday degan gap. To'xtamay taraqqi qildirib turgan vaqtda yana o'zining bir kishilik nimasini qiladi degan gap. Ya'ni shu vaqtda men IoTlarniki nima ish qiladi shunda deb qo'ymaydi. Hamma narsaga bog'langanlik uchun Başqa 11-chi vaqtda 11-si bilasizlar robot texnikalari. Endi qanday? Robotik. Ana avtonom robotlar. Ana automation deyiladi. Avtonom robotik deyiladi. Avtonom robotlar joyda bundan keyin AI bilan bog'lanib joyda AI robotni hosil qiladi degan gap. Ya'ni hozircha yoqda robot deymiz, robotika injener, robotik injener deymiz. Ya'ni bu yoqda hozircha AI dan to'liq bog'lanib bo'lmaydi bular. Ana shu yoqda sizningki shu robot kasbida, ya'ni robot injenerlik kasbi yoqda bundan keyingi bozor texnikam ko'p degan gap. Echiladi degan gap. Chunki hozirgi sun'iy aqllar yoqda robotga to'liq bog'lanib bo'lmaydi degan gap. Echilib birlashtirib bo'lmaydi degan gap. Bundan keyin yoqda har bir shaxsningki o'zining bir robot bo'l degan gap. Ya kichik, ya cho'ng, ya telefonchilik, ya o'zichilik degandek. Qancha o'ziga loyiqini setib ola oladi degan gap. U vaqtda yoqda uni taraqqi qildirish kerak degan gap. Shuning uchun yoqda bu robot bozor yoqda bundan keyin texnik bozor bor degan gap. Shuning uchun yoqda bu sohada o'zini masalan robot injener, masalan robotlarni loyihalash qanchalik sipta, qanchalik yenik, qanchalik ilg'or loyihalar sanchib yoqda shunchalik bozoringiz bo'ldi degan gap. Buning uchun yoqda injener bo'lishingiz, robotik injener bo'lishingiz kerak degan gap. Bu sohada o'ynagan vaqtingizda texnikam yaxshi bo'ladi. Undan keyin robotlarning ixtiyorini o'stirishingiz kerak degan gap. Masalan, nimalarga ishlatamiz, qanday olatlarga ishlatamiz, qanday sensorlarni bekitamiz, qanday kontrol qilamiz degandek-chi. Bularni hammani bilishingiz kerak degan gap. Ya'ni bularni robot texnikalarni o'sha robotik injener bo'lish uchun o'ynagan narsalar joyda ROS va undan keyin Jazbo va keyin OpenCV. Men OpenCV ni ko'p ishlatdim. OpenCV odatda mashinalarning nimasi bor-ku, sensorlar bor-ku, chiroqlar, masalan, hozirgi Elon Muskning Tesla va yoki BYD degandek, Toyota'ningki EV degandek-chu. Mashinalarning hammasi joyda sensorlari mush OpenCV ishlatadi degan gap. Buni ilg'arim babida esa bor. Shunga bu sohadim joyda o'zingizniki bir kishilik kasbini qo'sha olasiz degan gap. Bu yangi sohalar ekan. Endi bozorga chiqadi, bozorga chiqib egilib bo'lishdan burun joyda sizmi harakat etsangiz chuqur bir kishilik kasbingiz olasiz degan. Endi joyda AI and health deb to'g'rimaydi. AI in health specialist, ya'ni AI tibobat deydi. Endi joyda har hammadan uyda bir tal robot bo'ldi degan. Shunga robotik injenerlikka mu taraqqi qilishi uni keyin AI ga bog'lanadi degan gap. Ya'ni AI bilan birlashgan vaqtda har bir robot xuddi sizningki shaxsiy doktoringiz o'xshash bo'ldi degan gap. Sizningki kunlik badan temperaturangizning va yemak ichmagingizni kontrol qilib turadi degan gap. Ana bu sizga tavsiyalarni berib turadi degan gap.
Endi bu texdim bir qadam ilgirlab ketadi gap. Qanday ilgirli degan vaqtda masalan har xil AI chapallar chiqadi. AI chapallar bir xil qiziqarli ekanda. Sun'iy aqlliq chapallar degan. Sun'iy aqlliq kiyimlar chiqadi degan. Mesela sun'iy rang o'zgartiradigan bir knop bilan har xil ranglik pasunda qila oladigan degandek-chi. Uning uchun sizningki badaningizniki temperaturasi, badan yurak so'qishingiz, qon aylanishingiz va boshqa nerv sistemasingiz degan. Bu hammasini juda diagnoz qo'yib ma'laydi degan bundan keyin. Uning uchun sizga qarata ba'zi bir tavsiyalarni berib turdi degan. Bu joyda sizningki hayatınız ve nimanız texdimmi yaqindim zich munosabatlik bo'lgan bir sun'iy aql davri yetib keladi degan. Shuning uchun deyaptilar. Bu mu nihayat yaxshi. Endi bu nimaga munosabat qanday foydasi va qanday ishlatamiz degan vaqtda masalan siz shu vaqtda o'zingizniki AI bilan shu vaqtda sun'iy debabetni birlashtirishimiz kerak. Sen yurak to'qish, ayni tarbiyalashsiz degan gapda endi sun'iy aqlni shu meditsinaniki ilmlantirdi. Har xil nimalar bor, shularni sallaqlantirdi, uni mashg'ullantirsa degan. Masalan, har xil rasmlar bo'ldi-ku, odamlar yurak kasalligiga diagrammalari va boshqa diagrammalar degandek. Uning keyinchalik har xil klinikalik davolashlar bo'ldi-ku, ashlarni joyda tarbiyalash degan. Buning uchun yemak-ichmak bilan tarbiyalash, davolash degan. Ularni joyda tarbiyalash. Shuning uchun sizga ortiq diagnoz qo'ya oladi degan gap. Texmo to'g'ri bo'lgan, texmo yaxshi bo'lgan diagnozlarni qo'ya oladi degan. Bu sizning o'zingizning hayotiga texmo foyda qilgan gapda. Endi joyda menda bir bioinformatik engineer degan bir narsa. Ana bu joyda masalan bu har bir odamga xos bo'lgan davolash elib berishninki hozirgi davrning davolash meditsinami joyda AI bilan birlashib kelmoqda o'zininki har bir odamga xos davolash, xos dori yasash taraqqi mushuyini yo'nadi degan. Bundaki joyda Ahmet bergan doğrunca Ahmetning yurak kesili, Sametning yurak kesili. Ammo joyda Ahmet bergan yurak kesiligi bo'lgan dori bilan Sametga bergan Sametning yurak kesiligi bergan dori o'xshamaydi degan. Hozir joyda o'xshash. Ammo joyda bundaki taraqqi joyda asosan taraqqi yo'nalishga har kishiga xos bo'lgan dori yasaldi, har kishiga o'ziga xos bo'lgan davolash diagnoz qo'yildi va davolash ilib berildi degan. Buni joyda shu bio informatika demek, injenerlik demek. Sadece bunun öğreniş için çoğaltan şu gen ve doğru tədqiqatda texdimi rol aşırı dengi. Hem çoğalta mesela geonomi analizi dedi o anda sequence argument dedi o anda computational biology dedik. Aniken çoğaltan bununki machine öğreniş çoğalta şu biodatalar var, sallaqmamatlar var, biyologiya sallaqmamatlar. Aşılan joyda mashina o'rnatish orqali sun'iy aql tuntisiz degan. Uning joyida sizga texdimmi, sizga xos bo'lgan dori va sizga xos bo'lgan davolash metodini yarata olasiz degan. Vaqt joyda masalan hozirgi davrlar joyda biringiz davolasa, yana biringizni kasal qiladi degan. Bu mutlaqo har qanday odam meditsinada o'qiyotgan hammasi ishini degan buni. Ammo ma taraqqi qilish joyda faqat og'riqqa ta'sir qildi, boshqa ta'sir qilmaydigan holatga taraqqi qildi degan. Buni qiladigan vaqtda odamning insonlarning umri hozirgidan uzraydi degan endi. Okey. Endi keldik 14-chi. 14-chi oldin qatim software engineer gibi chiqqanda oldin qatim. Software engineer joyda bu hozir joyda voy kodni unday yozib bordi, bunday yozib, yozib bordi dedi. Amaliyot unda asos yo'q bu. Software engineer joyda sizniki bazani bayqishingiz bog'liq degan. To'g'ri, software engineer krizis qushirdi, sun'iy aqlning kelish bilan. Ammo joyda buning yo'nalishini siz o'zgartirasiz degan. Qanday o'zgartirsangiz turibdi quantum bilan hozir yangi chiqayotgan quantum texnikasi bo'lganda, quantum texnikasi. Endi buninglar joyda shu software engineerni birlashtirib qilgan bilan yo'qmi? Hozir shu yo'lni qilyapti qalan, ammo hozir men resimda ko'rinib turgan joyda masalan IBM deymiz, yoki D-Wave deymiz degandek. Bu shirkatlar joyda maxsus software yashadi degan. Ya'ni quantum software yasadi degan.
Kuantum yumshoq detal esa degan. Bu nima ish qilib turadi degan vaqtda hozirgi klassik kompyuterlardagi narsalarni vaqtda kuantum kompyuterga bog'lab turadigan bir software degan gap endi bu. Yani buning uchun vaqtda bozor yana bor degan gap. Shuningdek software deysizlar xuddi bir app yasash, uni bir ishxona yumshoq detal yasash degan unda oson unda tushunib qolsanglar shu yo'qolib ketadi degan. U krizis keldi, u yo'qdi degan gap. Ammo jo'roqda buni o'ziga yarasha bir bozorni tepadi degan gap bu. Har qanday bir nima jo'roqda bir narsa kelgan zamonda yana bir yangi fursatlarni elib keldi, garchi ko'n narsalarga xirsak kelgan bilan yangi narsalar jo'roqda yangi fursatlar elib keldi degan gap. Ashi yangilik mas'uliyatga vaqtingizda siz putirab tura olasiz degan gap. Bo'lmasa yo'qolib ketasiz degan gap. Endi jo'roqda quantum software engineer buni bilishingiz, buni o'rganish uchun jo'roqda quantum algoritm o'rganishingiz kerak, SDKni bilishingiz kerak. Undan jo'roqda hyper system degan quantum cyber security. Undan keyin optimization, simulation, undan keyin cryptography degan jo'roqda bularni o'rganishingiz kerak. Undan keyin endi bularni qanday o'rganmaydi, qanday bir mahoratlar bo'lish kerak degan jo'roqda. Siz Qiskitni bilishingiz kerak. Qiskit degan IBM'ningki quantum machine o'rganishniki o'rganadigan bir kutubxonasi. Undan keyin Sirik degan joyda bu Google'niki, Q joyda Q Sharp bu Microsoft'niki. Undan keyin Panylan degan joyda hozirgi bozorlik eng bozorlik bir shirkat bu. Nimishqa deyapti bu quantum kompyuterlar klassik kompyuterlarni bog'lab turish rolini o'ynayapti, ma Panylan. Ya'ni bir joyda texnikani yaxshi o'rganish sharoiti yaratib beradi degan gap. Shuning joyda Panylanni izlanib baxsan bo'ldi, haqiqatan yaxshi degan gap. Ani quantum SDK bor ekan. Bular joyda agar quantum yumshoq detalli sohaga taraqqi qilaman desangiz, mushlarni o'rgansangiz bo'ldi degan gap. Onun keyin joyda bizni hozir mening dars elib berayotganim joyda vaqtda quantum machine o'rganish, ya'ni quantum machine learning. Yani bunun joyda o'rgangan mazmunlar haqiqatan ko'p. Bayardan sanab kelganlarning hammani o'rganamiz degan gap. Sen sun'iy aqldan tortib, mashina o'rganishdan tortib, data science, data analysis tortib, statistika degandek hammani Python'da hammani o'rganib kelib biz eng oxirgi eng ashta biz bayardan boshlaganimiz so'zlab bo'lganini bilgandan keyin uning keyin quantum machine o'rganish boshlandi degan. Endi quantum machine o'rganish nimishqa unda hozir bozorlik degan vaqtda, hozirgi mashina o'rganishlar degan vaqtda klassik mashina o'rganish qilib qoldi u. Klassik mashina o'rganish davrida qilib qoldi degan. Chunki har qanday bir narsaniki bir yangi bir nimasi chiqqan vaqtda ko'rinish joyda klassik bo'lib qoladi degan. Ko'rinish shakli qoldi degan. Chunki taraqqi berib bo'ldi bu. Endi uni taraqqi qilman desangiz shu vaqtda siz yaxshi texnikami to'g'ri, texnikami yenik, texnikami ilg'or bo'lgan algoritmdan yashab taraqqi qildirishingiz kerak degan. Bo'lmasa shu vaqtda uni taraqqi qildirib bo'lmaysiz degan. Endi quantum mashina o'rganish vaqtda o'ziningki hozirgi mashina o'rganish vaqtida buning o'rganish sur'ati tez, unumdorligi yuqori, oz sonli qanotlarda yuqori unum bilan o'rganishni yaratib beradi degan. Shuning uchun joyda quantum mashina o'rganish bozorlik kasb bo'lish ehtimolligi hozirgi hammadan qarab boshqa hozirgi hammasi kasblar xayrishli vaqtda quantum mashina o'rganish oldin qator turdi deb esda xatolashmaymiz degan. Yaxshi o'tgan bo'lmaymiz. Albatta boshqalar bormi desang bor, ammo ashlarning bu taraqqiyotni belgilab qo'yish ehtimolli bor degan. Endi buni o'rganish uchun joyda bayat degandek TensorFlow quantum, endi Panylan, lekin QMLT, lekin QUTP degandek. Bularni cho'qim bilishingiz kerak degan. Lekin algebra bilishingiz kerak, siz algebra statistik bilishingiz kerak degandek. Bularni joyda odatda mashina o'rganish qilib baqqanlar. Ashni ishlatib baqqanlar joyda buni asalda bir taraf o'rganib bir taraf qila oladi. Unchalik qo'rqib ketdik, quantum deysizlar, ismida qo'rqib ketgan nurg'ullar o bir qachon o'rganib bo'ladi. Ancha qo'rqadigan narsa emas. Tirishsangizlar o'rganib bitarasiz degan gap. 70-80 yoshli odamlar o'rganadi biz bilan birga. Endi joyda boshqa nima munosabatsiz bo'lgan yana bir kasb bor. Bu joyda o'zak zanjiri taraqqiyot, ya'ni blockchain. Undan Web3 developer. Bular joyda bularning taraqqiyoti nihoyatda
yuqori bo'ldi debdi. Masalan, smart contract, andaganida decentralized apps degandik, applar degandik. Mushlarni yasashda bular bozorliq ekan. Men bularni jiq bilmaganlik uchun ep qo'ydim. Bularni blockchain o'z exchange mushtarak mushlarni qilayotgan bo'lsa, andan web3 developerlar olgan bo'lsa, bularning bu o'zining texnik kuchlariga vaqtda o'ziningki ish nimasini yo'qotib qo'ymaydigan. Ondan başlayaqda digital twin engineer, endi raqamli qo'sh injener. Ya'ni men digitallarni oldin qattam so'zlagandim bir programmada. Digital deb so'zlagandim. Bu digital. Ya'ni fizikal bilan digitalning ikkisini birlashtirishsa, digital deb so'zlagandim. Hamma yoqda hamma narsa bundan keyin digital holatga o'tib degan. Bu biz anaqa ya unda bo'lmaydi deb turasaqmi o'tadi. Unda tirishib o'rganib ashnaqa moslashsaqmi o'tadi. Hamma o'tadigan narsa. Bu xuddaligi ikkinchi qatimda, uchinchi qatimda, to'rtinchi qatim sanoat inqilobi. Birinchi qatimda sanoat inqilobi. Endi ashlancha vaqtda unda bo'lib ketmaydi, bunda bo'lib ketmaydi, davlatlarimiz yo'qolgandeklar. Agar digitalization, uni endi quantum davri. Mushlar ishonmaganlarcha vaqtda yanada yo'qoladi degan. Bu tarix bilan isbotlanib kelgan narsa degan. Buni davlatlar yo'qolgan bo'lsa vaqtda hozir millatlar yo'qoladi degan. Taraf bir bosqich degan. O'zingizningki, chunki millat bo'lib turalishningki ba'zi bir elementlar bor degan. Bu elementlarni yo'qotib qo'ygan bir to'plam o'zining millatlik xususiyatini yo'qotib qo'ydi degan. Shuningdek, jo'roqda o'zimizningki hamma narsani digital holatga ekilib o'tgan vaqtimizda, digital holatga ekilib o'tgan vaqtimizda bizningki bundan keyingi taraqqiyotimiz umid bor degan. Ya'ni bularni o'rganish uchun jo'roqda men digitalizationni bizning shirkat qilayotgan ozroq men unga sirtdan qatnashgan, maxsus ashna qatnashgan degan. Uning keyin bunda asosiy nima qildim degan vaqtim shu real time analysis. Menki qildim, uning keyin simulation ni men qildim degandek. Boshqa alincha vaqtda ko'plarni men qilmadim. Faqat hammani tayyorlab bergandan keyin men simulation bilan data analysis, real time data analysis, real time analysis. Bu bek muhim real time analysis. Uning keyin sensor integration degan narsa. Bu joyda masalan nimalar bor, radarlar bor, uning keyin dronlar bor, uning keyin robotlar deymiz, uchqurlar deymiz. Bu joyda ashlar hammasi shu sensorlar integration ni yaxshi qiladigan vaqtingizda texnikami unumli ishlatasiz degan. Okay. Uning keyin joyda mana sustainability data analysis degan narsa, taraqqiyot sonliq ma'lumot analizi. Bu joyda hozirgi muhit yangi narsalarni kashf, yangi muhitga, ya'ni o'zimizning yashayotgan yer shari muhit joyda moslashgan taraqqiyotlarni moslashgan narsalarni ijod qilish degan. Masalan, oddiy kun taxtlar bor. Har qanday narsa chiqib adres yozilib ta'sir ko'rsatgandan normal bo'lsa foydalansak bo'ladi degan. Uning keyin karbon nimasini azaltish degandek. Uning keyin yeziliklarni unumli foydalanish. Buning uchun joyda bayatdan qisha dronlarni, yezilik dronlarini yaxshi ishlatish, unumli foydalanish degandek. Uning keyin masalan bizning bir projekt vardı, bir odam bizga deganda mana qisqasida bir. O odam joyda bizga nima satdi? Bir dronni mashinalarni qildi-da. O dron joyda mevilik bog'i bor ekan, mevilik bog'i joyda tekshirib ma'lum qaysi mevada qanday kesel, qaysi mevada, qaysi daraxtda emas, ama u qaysi daraxtda degan xil cho'ng narsa-ku. Qaysi mevada qurut bor yo'qligi, qaysi mevaninki rangini o'zgarmaganligi degandek ashni bayqab chiqa oladigan shaklda. Agar joyda qurut tegish ehtimolligi bo'lgan bo'lsa, yo'qda uni to'g'ri chechish degandek. Mushunda bir eng bosh joyda biz dron yasagan vaqtimizda faqat tekshirib bizga signal beradi. Resimni yo'llab beradi, resim tortib, resimni yo'llab beradi. Adam joyda dik berib ashnaga berib to'g'ri chizadi. Hozir joyda uni taqdim bir qadam ilgirgi asosda biz bir dron joyda ham chachadigan hammamiz birlashtirib turgan. Bayıp qayda o'z joyda to'g'rini chechib uni ishni tugatib keladi degan. Davomlashtirmani yo'l degan. Musholatda elib boradi. Ya'ni bu doğru önümlük işletiş degan. Xuddi izlaylik doğrularni. Bu joyda muhitni buzilishini oldini oladi degan.
Bundan keyin taraqqiyotda. Endi bularning kim maqsad analizlar var, ha. Şu bu soatimi ish o'rinlari texnik ko'paydigan gap. Odam ko'paydigan gap, yeydigan narsa ko'paydigan gap. Yeydigan narsa ko'paydigan gap izgilik taraqqiyotga muhtoj degan gap. Buning uchun joyda unumli izgilik elib berish uchun joyda data, sanliq ma'lumotlar lozim bo'lgan gap. Sanliq ma'lumot analizlar lozim bo'lgan gap. Hem joyda yana bir so'z sun'iy aql axloqi boshqarish mutaxassis. Yani bu joyda hozirgi texi datalash bo'layotgan, urushtirish bo'layotgan ishlar amalda bundan keyin texnik taraqqi qilgan gap. Yani bunu yig'ib manda axloq, sun'iy aql axloqiy va boshqarish mutaxassisi deb chiroyli aytdik amaliyotda. Joyda amaliyotda hakkerlar bor. Hakkerlar. Aşağıdan akşilaplik, qarşilaplik, qizilishlarlik, siriqshilaplik, nurg'unshilaplik bor ekan ku. Endi mavjudotda yaxshi axloqliq sun'iy aql boshqarish mutaxassisi, ya'ni sun'iy aql hakkerlari demoqchi mi edi? Bularni ko'rsatadi, mana imqoqda. Yani bir şey vaqtda sun'iy aqlniki kontrol qilib turganlar. Yani to'g'ri ishlatayotgan yo'qmi, yaxshi taraf ishlatayotgan yo'qmi, insoniyatga foydali bo'layotgan yo'qmi, ziyonli qilib berayotgan yo'qmi? Bularni joyda kontrol qilib turgan, boshqarib turgan. Buni boshqarib turib, bilasiz joyda siz mushlarniki ishlash prinsiplarini va qanday bir siyosatlarning bog'liqini deyotgancha, aslida bizga vaqtinizda uni kontrol qilib tura olasiz degan. Buning uchun joyda o'rgangan narsalarni meyadik nurg'un narsa ko'rsatilib, mushlardan agar mushlar taraqqi qilmaydi bo'lsa, bu bir uch soha. Mavjudotda endi barliq kelayotgan soha. Bundan keyin mutlaq barliq keldi deb qaraymiz degan. Chunki kim hukmron bo'lsa, shu axloqni yo'lga qo'ydi, ya'ni qonunni yo'lga qo'ydi demoqchi. Qoida tuzumni yo'lga qo'ydi demoqchi. Onun ikinci vaqtda raqamlik o'zgartirish maslahatchisi degan bir narsa bo'lmaydi. Bu vaqtda masalan sizniki bu nima deyapti? Mesela şirketde şu burun qo'ygan qog'ozdagi dokumentlar bor, hujjatlar bor. Uni cho'qda digitallikka aylantirish kerak degan. Bu shuni cho'qda maslahatchilik nimalar cho'qda raqamlik o'zgartirish maslahatchisi bo'lib cho'qda xizmat qilish ehtimolligingiz bundan keyingi bozor eng bo'lma deganda 5 yil. Yani 10 yil deymiz-da, 10 yillik cho'qda bu bozor oshadi degan. 10 yildan keyin balkim tuvallab ketishi mumkin. Chunki hamma narsani aylantirib bo'lgandan keyin ularga ehtiyoj yo'qaydi. Onun başqa bir narsalar bo'lish kerak degan. Bo'lish mumkin degan. Shuncha vaqtda kelarki 10 yil vaqtda bu so'mu bozorlik kasb, eng bozorlik kasblardan birisi bo'laradi deb qarayman. Endi yangi davrda yangi fursatlar vaqtda bizga kelyapti deyapti, keldi. Har qanday bir davrda, har qanday bir taraqqiyot, har qanday bir fan texnik bo'lamdi yoki sanoat inqilobi bo'lamdi, fan texnik inqilobi bo'lamdi, har qanday bir davrda o'ziga yarasha bir qism yaxshi taraflari bo'lsa-mu, yana bir qism yomon taraflari bo'ldi. Ya'ni past taraflari, aktiv taraflari, xrislari va fursatlar tankilli degan. Endi yo'qda xrislar qarab olib fursatni qo'ldan berib qo'ysaqchi, xrislar bilan yo'qolib ketamiz degan. Uning uchun yo'qda xrisni o'ylash, uning uchun fursatni qo'lda tutish, shu orqali yo'qda ikkisini teng barobar elib bera olishimiz kerak degan. Bulapma bizdek toplumlarga, bizdek milletlerge nisbeten hükümran sınıfı, yani hükümran devlette bulunmagan milletler çoğda bunu çoğum fırsatını çoğum koldan birip koymaslık gerek degan. Bulapma kuan devrini koldan birip koymaslık gerek degan. Bu çoğda tarih bitin yo'qoldi degan. O yo'qolmaydi deganlar yolg'onchi. Hemen ispatlarını gösterip vereceğimiz degan. Şuncha vaqtda o'zimizniki kuanit qatorliq sohalar joylarda ish fursatlari va o'zimizning til, anikin joyda madaniyatni qo'g'dash, anikin joyda 6 texnikalar va sun'iy aqllarni birlashtirib, ularni taqdimmi aktiv faoliyat, qo'g'dashlarga qolmay aktiv faoliyatga ekilishimiz kerak degan. Bu vaqt joylarda unikenda yo'qolmas bo'ldi degan. Endi Uyg'urlar texnik aqlli joylarda madaniyatni taraqqiy qilish fursati joylarda xris bilan birlikda fursatmi keldi degan. Endi bularni qilish uchun joylarda qanday qilamiz endi? Nima o'rganamiz? Balkim deylik Python o'rganamiz, mashinalarni o'rganamiz, cyber security o'rganamiz, quantum machine o'rganishni o'rganamiz. Bularni qilamiz degan. Endi joylarda bularniki albatta hozir ishlayotgan sohalar joylarda saloq ma'lumotlarni bir taraf qilish, ana xizmat, tibobat,
degandek. Sanalgı bir taraf qilish platformalar degandek. Mushlar joyda qo'llanadi degan. Hozirmi qo'llanadi buni. 6G texnik İslamda olsun, ne yakılamda kuantum texnik İslamda degan. Ana bularni o'rganish uchun joyda bayatligini Python bo'lish kerak, OpenCV bo'lish kerak, TensorFlow Flask bo'lish kerak va boshqalar bo'lish kerak degan. Django bo'lish kerak degan. Endi yangi davrdagi o'rganish yo'l xaritasi. Nimalarni o'rganamiz, qanday o'rganamiz degan narsalar chiqadi-da. Endi joyda biz bu nimaga moslashishimiz kerak degan. Taraqqiyot moslashishimiz kerak, persent cho'ng tutishimiz kerak degan. Xiristlarga qarab olsak, qarab o'tirib qolsak bo'lmaydi degan. Persentmi keldi, persentni cho'ng tutishimiz kerak degan. Buning uchun joyda bayat degan AI texnikalari, sun'iy aql texnikalarini o'rganishimiz kerak, IoT texnikalarini o'rganishimiz kerak, cyber security, kuantum texnikalarini mustaqil joyda yoshlarni tarbiyalab yetishtirishimiz kerak degan. Onun için joyda yangi texnika, yangi saharlar, yangi sohalarni, yangi bir muhit, yangi bir iqtidor, yangi bir ehtiyojlarni barliq keltirib degan. Shuning uchun joyda bularni tiz bayqab, shuning qarta faoliyat tiz harakat qila olgan vaqtimizda nurg'un afzalliklarni qo'lga keltira olamiz degan. Onun için joyda buning uchun joyda Uyg'urcha fan texnika darslarini barliq keltirib, texnikani tiz suratda ishlab chiqarishimiz kerak degan. Yani baş soyaqda VS Code ma degandek narsalar bularni bo'lmasmi yonatlaydi. Endi xulosa kelajakda xulosa qilgan vaqtimiz joyda kuantum sohasi o'ramda yoki o'sha 6G texnikalar o'ramda, sun'iy aql texnikalar o'ramda degan vaqtda bular bizningki bizga xirs etib keldi. Bizdek bir to'plamlardan haqiqatan xirslanib keldi. Chunki biz o'zimizniki bir ma'rif sistemamizni quriblanmagan chet el mujohidlar. Ashuna turib bizga bu bir xirs nihoyat tiz keldi degan. Endi buni joyda asli biz onlayn shaklda, ya'ni tor maktab, tor boshlang'ich, tor o'rta, tor oliy maktablarni qura olgan bo'lsak, biz bularni xushallik bilan qarshi ola oldik degan. Endi unda qilmagan videolarda bizga bir xirs keldi degan. Shuning uchun eng tiz holatda biz ham digital ham fizital holatda, ham fizikal holatda universitetlarni qurishimiz, boshdan ma'rif sistemimizni qurishimiz, uning uchun uni fizital holatga eklashimiz kerak degan. Buning uchun joyda bu yuqori texnikalardan foydalanishgan 6G texnikasi, AI texnikalari, kuantum texnikalari birlashgan holatda taraqqiyot qilishimiz kerak degan. Endi joyda kelgisi istiqbolliq sohalardagi muyadagi men kelgisi 10 yillik kasblarni 10 kasblarni asosliq muyada qo'ydim, ba'zilarini qisqartib o'tdim, sizni qaranglar. Döndü joyda bozorliq kasblarniki turli, sun'iy aql, ya'ni bayat degandek AI engineer degandek, uning NLP degan bormi, qisqartib o'tdik. Cho'ng sonliq data scientist, data analyst degandek, big data degandek, cloud degandek mana o'z chiqildi. Uning uchur texnikasi, cyber security, cloud, bularni 6G texnikasi, network, IoT, ya'ni uning quant, software, AI security, ya'ni uning bioinformatika, ya'ni biologiyaga munosabatga shaxsiy tibobat degandek. Shaxsiy tibobat ya'ni shaxsiy doktorlik gibi. Uning sustainability, yani green tech degan, yani yeşil energiya degan. Uning joyda cyber security, blockchain, ya'ni bular joyda shu bundan keyingi texnik sohasiningki kelgusi rollarni qanday kelgusidagi istiqbolliq sohalar degan. Bu yig'inchoq bo'layotgan vaqtda. Endi bularni joyda har qaysisining ichida nurg'unlar bor. Masalan, sun'iy aqlni elib bilsak joyda buning ichida nurg'un sohalar, masalan, kimya injener bo'lish kerak, fizik injener bo'lish kerak, elektr enerji injener bo'lish kerak degandek. Kod injener bo'lish kerak degan. Kodlama bilish kerak. Mushunda nurg'un sohalar degan. Masalan, sun'iy aql deslar bir AI injener degan gap deb qarab qolmasligimiz kerak degan. Bularningki tarmoqlar bo'ldi degan. Masalan, xuddi matematika degan zamonlar uning ichida sizlik algebra va uning ichida sizlik boshqa narsalar bor degan. Tartibdagi algebra, xuddi fizika desak hozircha ikki bo'limiz. Kuantum fizikasi, klassik fizika deb degandek. Uning ichiga kirgizsa texnik cho'ng bilib tillar bo'limiz degan. Issiqlik va boshqa degandek.
Şunun o'shachalarda har qaysini belgilab, kvantchalarda o'zidan ochilgan jigi 12 bilinadi degan gapini. Mustaqil kasblar bilinadi degan gap. Shuning uchun yoqda cho'ng jihatni shu yani ep qo'ydim qolgan joyda taraqqiyotni birlikda ko'ramiz degan gap. Bo'ldi qolganni Müşahitçilik olsun, sualına olsa so'sani buldu. Bo'lmasa tug'ida. Bo'ldi hamsa, maşallah qilamiz. Sualına olsa so'sani buldu.